Sadaqan ketay o'g'illarni taz qo'shuq, qizlar taz bilplama kiyayotgan necha xil kiyim bor-ku bu yerda. Mush to'g'riliq so'zlab beray, o'g'illarnikin aldinqidan so'zlab bo'lgan qizlar keldik. Bu hozir qizlarni ochiq eman, men fikrima, lekin bo'shroq qilinglar, lekin undayliqdek, men siz uchun kiymayman undami deb o'rin yo'q-ku. O'rin yo'q, faqat chaqchaqlik qilishyapmiz menda. Birinchisi nima desanglar, Sadaqan ketay dünyada nurg'un turib paypoqlava, qora demsa, har xil o'zingning rangida demsa, har xil turib paypoqla. Yazdi keli. Yazdi keli buni. Qishda eliq bir nima shinchi deydigan paypoqlavaslarninki shu go'shrang. O'zinglar nimadan o'ylab qilsizlar, men uxmayman Sadaqan ketay. Endi menda qishda kiysam uxmay qoladi, yalan pachoq chiqibdi, pachqajib minchikka deb qolsin deysizlar-ku deyman. Lekin bu mendal manga vaqtinglarda-chu Sadaqan ketay. Tizimlarning ikki tarafi keyni qatlashib qoladi-ku, qatlashib qoladi. Pek sert qatlashidi bu uning ustiga bir xil dazmol solmagandek, o'zinglarning gushidek chumdam simizdek ishda chiqqaldimi u. İşte bayqa qoldi o'g'illar demigini bilan. Buning o'rniga bir hamda chipidroq ishdan kiyamsiz, pek ishda kiygan bo'lsa, ashirangga bir narsa kiyvasangiz bo'ladi. Bu bizning ko'zimizga qanday ko'rindi desangiz, moku Aşırı'nınki mokoni tişört işten kiymeyin, işte kiyip çıkandek qilamiz-ku. Şunlaşqa hemen amal bak kiyimsanglar. Rahmet. İkincisi, qanday sen oyoq kelgan vaqtimizda oyoq. Nurg'un egiz başlıq chiroyli oyoqlar bor, nurg'un yundung şey qizlar ayrim kiydigan, masalan pendişelar bor. Ashlan kiysak bo'ldi. Mayli bo'ying egiz pes bo'lib ketsin, ay bo'yni egiz qilgan oyoqni kiyimsiz, soqam. Egiz başlıq kiysangiz mayli. Lekin eliqdek bir pendişe fan bu şeyler bor. Poshnis mundo kildigan. Rangilari tıqay. Da qora oyoq bo'lmasa oqsizliqlar bor menda bergil egizlatgan yerninki. Eliqi ichidan egizlatilgani bor. Bunda 3 pulun bir xil, menda chiqqan bir oyoqli bor, fan bu şey o'xshib qolgan. Sadaqan ketay paqaliq gunoh emas-ku. Paqaliq gunoh emas. Chiroyli kiysangiz bo'ldi. Buni oyoqni kiysangiz 2000 nechanchi yillari modagan fidulu deb bir narsa bor. Aşınğıl oxşaysız. Oy, muda mını itib açlar qızlan köysəkçü hem de biz oğalı. Tuğba, mal qız olmayın. Oy, bu 2000 yılının qız olken koyma o. 80 yılda tuğulan qız olmama o. Dək qalırmız. Oğallar, şunu rasında otqan mı? Oğallar bir yardım qıyıtıb şu dep bir gəq qoyunlar. Əsli amırıq rəsimlərini evet qoysanlar buldu, matip tiki dep. Bumuz men de otqanım da bozum çaplap qoyunlar. İnkas rayonuna bir yardım qıyıtınlar. Bək xayanlap ketmeyin. Üçüncüsü, grimga kelsek, nurg'un o'g'illarni ko'ngli ketdi deb birayman. Nurg'un qizlar, masalan, qalbiga mandaq grim qo'ldigan, qiniq, ko'zni topolmaysa, kirpigininki bir jumsi lab shamalgan pos urilib ketadigan grimga dahshat amroq deb o'ylaydi. Sadaqan ketay, biz amroq emas uning. Unda grim qo'ysa bir xil apamning do'stlarimi, apamlar bir qarar qiz olma deb qilamiz. Sizlar balkim buni biz mo'yliq qalba emas-ku, umumiy grim deb turib olgansizlar, lekin biz uqamiz. Umumiy qizlar amroqchu, erkaklar ko'rmiz. Shunlashqa amal bay ishimizga tushliq, suzroq, pakchiray bo'lsak, meni cho'g'anda o'zingizmi ayna qarsangiz bir rahat his qilsiz. Bizmi shu deb o'ylayman. Endi ba'zilari bor, masalan, men tuzuk grim qilmayman, lekin sherim qizil chiqmaydi deb. Sadaqan ketay, men deb so'z bo'lmamdi. Ama o 100% kan to'liqlaydigan qizlarniki bo'libmi qolsa ko'taganlar ishidigini, tumur madsini shunda qachilaydigan badaningizga mushes sayxon surumsiz yuzingiz qizarib chiqirdi juma ama va pastdan ilvasanlar bo'ladi. Endi gaplarim tugab qoldi. Bo'lsa qizlar, o'g'illar, mening hargizmi bu yerda deganim cho'qim bir biyovjun emas. Mushtaq qilsam cho'qim chiroyli qilsa o'g'illarniki dedim. Mushtaq qilsam cho'qim shoyga kirsa, quruq gap emas. Siz o'zingizni men chiroyli o'g'illar shu, agar o'zingni men shoy degan bo'lsam, shu sen shoy. Siz hammadan chiroyliqchimi? Xo'sh.